qalb tutuladigan eng go'zal tuyg'uning ismi minnatdorlik deb o'ylayman. Biz mana shunday qilib bu qitimqi Simfora güzel aslima ana bola Shanxay sayohatimizni mushu Simfora oilamizdagi barliq qaltis onalar, Simfora qurg'uvchisi, mush güzel lider Shernay do'stimga cho'nqur minnatdorligini bildirib, mushundaq qizg'in kayfiyat bilan boshlab ketdik-da. Bugun sayohatimizning 3-kuni bo'lib qoldi do'stlar. Bugun ne keldinglar desanglar, mushu Shanxaydagi bilasizlar, Dongfang Minju degan mush egiz binoni, biz mush egiz binoga keldik. Bu egiz binoninki egizligi 460 metr kelgan. Bugun biz 260 metr egizlikda qo'ydayman. Shu egiz binoning eng ustiga chiqib shundoq bek hayajonlanib ketdik do'stlar. Mush bolalarning chiroyidagi hayronlik, xushallik, voy nima degan egiz deb hayron qilishlariga men qat'iy hayron qolmadim. Endi men ulardan kichik bo'lib ketdim bugun. Shunchalik hayajonda voh deb qizimdan kichiklab ketdim. Uyga chiqib texma taxt aynak ko'rikning ustida chuylab ketishlarim cho'q o'zim tortib ustida pirliq qilib o'ngga chuglayman, pirliq qilib so'lga chuglayman. Mush planimni tortib qo'ydim, sizlarga ham bahrlash qildim do'stlar. Shunchalik hayajonlandim. Yo'ldashimning ko'ngiljo'nsi baganda hisobda egizga chiqqan chog'da to'yinga qaramaydi balkim nurg'un do'stlar shundoq. Menda lekin unday o'zgarish bo'lmaydi. Ish qilib bek hayajonlandim, yo'ldashimni qasddan jil qilib bizni rasmga tortib qo'ying. Mundaq torting topshirib, u ko'zini yumib tatdimiki, ish qilib tatdi. Biz mana shunday rasmlarga tushib, mush Shanxayning go'zal manzarasidan huzurlanib, nima degan bir taraqqiy qilgan, nima degan bir go'zal shahar bu. Bek hayajonlandik, bek xush bo'ldik. Shernay shunday yaxshi o'rlashtiribdi bu qadimgi sayohatni rasmiylam. Go'zal aslima Shanxay ona bola sayohat bo'ldi bu. Allah'ın asas qilgan asosda o'rlashtirish qildi-da, bolalarning chehradagi o'xshallik, mamnunlik ish qilib tilim bilan tasvirlashga ojizlik qilaman. Bular baxush bo'ldi. Har bir kunlik faoliyatda asosliq bolalarni o'ylashib turib o'rlashtirish bo'ldi-da. Endi bugungi birinchi sayohat nuqtamiz bo'lsa, shu Dongfang Minju bo'ldi. Biz u yerdan qaytib chiqib, undan keyin mush Huangpujang daryoninki shu tegidan kesib o'tadigan bir tonnaldek bir yabaga shu yerga kirdik. Uning tegidagi endi taraqqiyot tilim bilan tasvirlashga ojizlik qilaman. Mana sizlarga tortib ham bahrlab qo'ydim. Shunday holatda bir kesib o'tdik-da. U yerdan chiqib, shunday Shanxayning go'zal manzaralaridan huzurlangach, dengiz osti Hayangonyor hisobda butun shu dengizdagi barliq jonliqlar baganda bolalarning eng yaxshi ko'radigan shu yerga borgan bo'ldi. Bolalar uyga kirib texnik xush bo'ldi. Keng tabiat bilan shunday yaqinlarlikda uchrashib bularning nazar doirasini kengaytirdi. Bu qadimgi faoliyatni shunchalik yaxshi o'rlashtirish qildi. Men bir necha kundagi faoliyatni shunday o'ylab qoldim-da. Farzandlarimizning eng ehtiyojli bo'lgani bizning ota-onalarningki ular uchun vaqt ajratishimiz ham ularga hamroh bo'lishimiz ekan. Simfora cho'ng oilamizdagi barliq o'maq bolalarimiz bu qitimqi go'zal bolaligini hargiz unutmaydi deb o'ylayman. Har bir tal giyohning yomg'irga tashna bo'lganiga o'xshash, yurakmi eng yaqin odamining muhabbatiga, so'zlariga, ko'zlariga, vasliga ixtiyorsiz tashna bo'lgan. Shuningdek, farzandlarimizmi bizning mehr muhabbatimizga eng muhtoj deb o'ylayman. Şoňa Simfora çoň ailemizdeki barlyk qaltis analar balalarining buncha xushal bo'lg'ini qarab, o'zlarining tirishayotganiga mamnun bo'lsa, yana bir tarafdan o'zining qobiliyatli qaltis bir boshlamchisining bo'lganligiga minnatdor bo'ldi deb o'ylayman. Bu qitim biz bir oila kishilari uchunmi unutilg'isiz go'zal aslim bo'ldi do'stlar. Men bu kuchli qo'shinda ular bilan birlikda tirishib ham nafas olib menayotganim ma'lum 4 yildan uzun vaqt bo'ldi. Har qitimliq sayohat o'rlashtirishlarda har xil xizmat sababidan to'liq qatnashib bo'lmagandim. Bu yil bu qitimqi mushu go'zal aslima ona bola sayohatiga qatnashib shuncha faxrlandimda, mushundaq bir kuchli kollektivning bir a'zosi, mushundaq bir isl marka obraz vakili bo'lganligimdan qaltis faxrlandim. Nayt qaltis, qobiliyatli yetakchi, yo'lboshchi do'stim Shernaydan shunchalik faxrlandim, suyundim. Shernay mangan har bir qadamlaringiz mazmun bo'lsin, tinimiz salomat, ishlaringiz texmi yurishlik bo'lsin, barakatli bo'lsin.